Jonavor. Assalomu alaykum. Italiyada ishqo'zlari. Mana sizlarga obzor qilaman, xudo xolasa. So'raganlar bor. Kelisholmayapti vaqt topib, tushuntirar desam, telefon qilib tushuntiravering. Mana shu 4 ta belinamizni mana shu 5 ta makyonga qo'shyapmiz. Xudo xolasa, mana qo'shyapmiz. Bu Italiya bedini ish faoliyatini boshlaganimizga chiqqancha bo'lmasdan birinchi ochirgan bedinlarimizdan jo'jalari sotilib ketdi. Mana bu ikkitasi qoldi, ikkita erkaga. Mana bular sariqqa kirdi. Inshaalloh o'zi o'zimizga yoqib turibdi hozir, xudo xolasa. 4 kun bo'ldi sariganiga. Bularning ikkisi mana ular. Mana 6 ta. Bularni yanada ukasi birinchi etap, ikkinchi etap, uchinchi etap mana ular. Mana ular. 3-partiya. 5 kun farqli 4-partiya mana ular. Mana jo'jalar. Bular birinchi etapdagi makyonlar bular. Hozir endi bularni 6 kunlik jo'jalarini ham ko'rsataman, xudo xolasa, bu yoqda bular. Mana bular birinchi sanada ochib chiqqan bedinlar, 1-iyul lesida. 40 ta, xudo xolasa. Sog'lom, tetik, yaxshi. Endi bu 5 kunlik 6 kunlik jo'jalarni ham ukasi bor, xudo xolasa. Hozir uni ham ko'rsataman. Bugundan inkubatorda chiqishyapti. Hozir ko'ramiz birgalikda. Mana hozirgi polapollarni ukalari ham chiqyapti mana. Bismillahirrohmanirrohim. Mana polapollar bugundan chiqishni boshlashdi. Hali kechgacha davom etadi qolgan tuxumlar ham chiqishiga. Bu yoqda yana bor. Hop, bu 20. Bulardan keyin ketma-ket bu chiqadi. Bularni birinchi islar kuni tuxumini qo'yganman bu inkubatorga. Hozir mana bu tuxumni yana bitta inkubator bor, bu yerga qo'yamiz, xudo xolasa. 4 ta inkubator ishlayapti hozir.